Negaligini bilmadim. Mana shu uyni video syomka qilishda juda ham qiynaldim. Chunki bu mahallada men yashaganman va bu mahallani tinchligini, juda ham zo'rligini bilaman. Ya'ni Neftchilar mahallasi haqida gap ketyapti. Obeznoy yo'lda ustida joylashgan. Juda ham ajoyib. Tashqi taraflarini ko'rishingiz mumkin. Tashqi taraflarda podvallari, mashina qo'yadigan joylari bor. 5 qavatli domni 1-qavatda joylashgan 4 xonali uyimiz srochniy sotilmoqda. Endi tushuntiradigan bo'lsam, asosiy eshikdan kirib kelaverish to'g'rida zalimiz. Zalni ko'rsatishim mumkin. Hamma narsasi qoladigan, o'tiradigan stol, pardalar, hamma narsasi qoladi. Natijali qilingan televizor va bu tarafda xolodilnikni olib chiqib ketadi. Bu yerda aristonlar bor, hamma narsasi ajoyib. Isitish tizimi bor. 24 soat kameraga oladigan hamma narsasi. Qarang, 4 ta joyda olib turibdi. Mana bu hovuz sizga tegishli va hovuzga 6 tonna suv o'zi o'chib, o'zi yonadigan qilingan. Mana qarang, kir mashina, hamma narsa sharoitlar qilingan. Hamma narsasi yashashga tayyor. Duh konterni katollar va 3 ta konditsioner, hamma narsasi gilam, plam, hamma hech narsadan muammo yo'q. Mana bu yerda ikkinchi xonamiz. Hamma narsasi qoladigan, ko'rgan narsalar qoladi. Endi aytib yotishim shart emas. Bu yerda spalnimiz. Faqat televizorni olib ketaman deyishdi va xolodilnikni olib ketaman deyishdi. Bu yerda esa yuvinish xonamiz joylashgan. Yuvinish xonamizga ham alohida e'tibor berishingiz kerak. Va bu yerda kichkina bolalar yotoqxonasi joylashgan ekan. Bunaqangi uyni, bunaqangi narxga hech qachon topolmaysizlar. Juda ham mahallasi ham tinchgina joy. Kelasiz, savdoni qilasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 57 ming dollar deyishyapti. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, kelib savdoni qilib olishlaring mumkin.